Ketdi. Assalomu alaykum. Biz Farg'onaga kelganmiz. Behamat so'kini eksperiment o'tkazamiz. Odamlar ichib ko'radi. Yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon deydi. Och, quy. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka, biz Behamat so'ki Erondan kelayotgan so'kni ichirib tekshiryapmiz odamlarga mana. Bitta-bittalab ichib, qanaqaligini o'zingiz aytasiz mana. Yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon. Bemalol qo'rq. Bu yerda ana video montaj ketmaydi, hech qanaqa ketmaydi. Faqat o'zingizlarni yaxshimi, yomonmi e'tiborsiz bo'ladi. Nimaligini ochib ichiryapmiz bu yerda. Bu shaftoli ekan. O'tiraysan axir. Iching, xohlagandek. Просто bizga qanaqaligini aytsangiz bo'ldi. Biz o'zimizga ham qiziqda. Ha, sifati zo'r ekan. Erondan kelgan. Suvimizni o'zi 1-2 olni tanidik biz. Ha. Suvni olib ichyapti o'zi, yoqib qoladi. Yo'q-e? Anorligimi bor ekan? Ha, to'g'ri. Shu gapingiz uchun mana anorlik dedingiz-ku. Mana anorligi sizga hadya. Katta rahmat. Yoqqan bo'lsa xursandmiz. Rahmat. Bu suv sizlarga ketaveringlar bemalol. Sog' bo'ling. Aka, bir minut. Qarang. Assalomu alaykum. Qarang, biz suvdan eksperiment o'tkazamiz. Eksperiment deydimi, nimadir deydi. Behamat so'kini Erondan olib kelyapmiz. Buni ichirib ko'ryapmiz. Yoqsa yoqdi, yoqmasa yoqmadi. Bemalol aytavering. Biz Farg'ona shahrida shuni o'tkazyapmiz buni. Tanlovni. Ichib ko'ring qani. Yoqsa ham, yoqmasa ham. To'g'risini aytavering. Uni qo'rqish yo'q, boshqa yo'q, bitta montaj ham yo'q. Qanaqaligini aytsangiz. Nimani ta'mi kelyapti? Shu mangoni. Mango bo'ldi. Tabiiy. Behamat. Tabiiy, ha? Yoqdimi? Ha, rosa zo'r Siz ham keling, vaqt keling. Yana bitta qo'yib bering. Mana bu suvni ichib ko'ring. Agar yoqsa yoqdi, yoqmasa yoqmadi. To'g'ri kameraga qaramay turing. Hech qanaqa. Shundoq qo'yib yuboramiz. Buni montaj qilib o'tirmaymiz. Faqat to'g'risini. Ani cho'chib, qo'rqib nima emas, to'g'risi. U yerda tayyorgarchilik ham yo'q. Bemalol aytavering. Yo'q, bo'ldi, to'g'ri. Qanaqaligiga aytsanglar bo'ldi. Bizni kuzatayotganlarga mana shu suv haqida ma'lumot bersangiz bo'ldi. Suvni o'zi rostdan ham tabiiy ham shirin. Hali ortiqcha shirin ham emas, yo'q, bemaza ham emas. To'ppa-to'g'ri. Bunga shakar qo'shilmagan, haqiqiy bitta suv hadya qilib yuboraylik bularga. Uydagilar bilan ota-ona duogo'ylarga berib yuboramiz. Mana bu qarang, anorligini hadya qilamiz. Bemalol. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p bo'ling. Assalomu alaykum. Aka, vaqtingiz bo'lsa, qayerdansiz? Qirg'izistondan bo'lamiz aka. Qirg'izistondan. Hozir sizni tanib qolib keldik aka. Yo'q, gap yo'q. Mana bu suvni bitta ichib ko'rsatasiz. Qarang. Qanaqaligi yoqsa, mana bizda qirg'izistonliklarga ham bitta hadyamiz bor, berib yuboring. Xudo xolasa. Qarang, bu suv ekan aka. yoqdimi Naturalniy zo'r to'g'ri? ekan. Boshqalarga nima degan bo'lardingiz? Tavsiya qilamiz aka. Gap yo'q, mana Qirg'izistondan ham kelib qolibdi. Qarang, kimnidir rizqi qo'shib. Gap yo'q. Qarang, kimnidir rizqi bo'lsa, qatta bo'lishidan qat'iy nazar. Biz o'zimiz, men o'zim Qoraqalpog'iston tug'ilganman, Toshkentda katta bo'lganman, to'g'risi. Mana qarang. Mana biz sizga hadya bizdan esdalik bo'lib qoladi. Behamat so'klari, shaftoliligi bu. Xudo xolasa, qarang, siz rizqingiz Qirg'izistondan kelgan bo'lsangiz, biz Qoraqalpog'istondek joydan kelib Toshkentda katta bo'lib, Farg'onada o'tkazayotgan konkursimizda siz mana ko'rib turibsiz, qatnashib turibsiz. Omad aka. Alloh rozi bo'lsin. O'zbekistonlik sizni kuzatayotganlarga nima degan bo'lardingiz? Albatta suvdan ichib ko'ringlar, suv zo'r ekan. Gap yo'q. Hozir ko'rib qolib, akamni tanib qolib kelib, Gap yo'q, rahmat. suratga tushmoqchi edik. Voy, mana qarang. Gap isboti bilan mana Isboti bilan. qarang. Hozir ichgan edik. Hozir ichgandim deyapti. Mana apelsinli ekan. Biz shaftoli ichirgandik, mana anorligini biz hadya qildik. Alloh rozi bo'lsin. Bunisini ham ichib ko'ring. Bu boshqachasi o'zi. Yangicha tam. Ta'mini o'zi nimalik? Boshqacha. Aka, rahmat. Ichib ko'rib. Aka, keling, yoq keling. Keling. Suv ichib ko'rasizlar, kelinglar mana. Tekinga suvni ichib, to'g'risi yoqmagan, bitta negativ bo'lsa ham, yoqmagan odam bo'lsa, mana kelayotgan aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Siz qayerdansiz? Biz ham Qirg'izistondan. Qirg'izistondan. Gap yo'q. Mana suvda ichib ko'ring-da bitta. Bu suv haqida bitta ma'lumot bizni ko'zatayotganlarga aytib qo'ysangiz, qanaqaligini. Boshlari aka ichishdi. Baribir boshqacha. Bitta narsada Eron qarang, Eronga hech narsa kirib kelmaydi, Erondan chiqib ketadi. Chunki ular Amerikadan kelgan narsani yoqtirishmaydi. Bu yerda ximikat yo'q. Eng qizig'i shakar qo'shilmagan, naturalda bu. Behamat so'klari. Nima deysiz kuzatayotganlar? Ananasli so'k ekan aka. Ha. Naturalniligi bilinyapti, ha. Gap yo'q. Bizdan bo'lmasa Ishlaringga qarang, yangicha tam olmaligini beraman. Qarang, siz ananas ichdingiz-ku. Bu yangi tam. Oldin bunaqa olmaligini bermaganmiz. Bu olmalik. Qarang, olib qo'ying, bu sizga hadya. Sog' bo'ling. Ya'ni mehmon bo'lganingiz uchun rahmat. Bizani O'zbekistonga qayta-qayta kelinglar. Biza mana kelish bizaga sog' bo'linglar. Keling. Keling. Keling aka, keling. Keling, tatib ko'ringlar, bizaga otziv kerak bo'lyapti. Keling aka. Assalomu alaykum. Aka, qayerlisiz? Marg'ilonlikmisiz? Aka, mana suvni ichib ko'ring-da, bitta qoplang. Yoqmasa yoqmadi deb aytavering. Bironta hali yoqmadi demayapti-da. Zo'r. Haqiqatan zo'r, ha? Zo'r, mazasi yap yo'q aka. Gap yo'q. Bitta suvimizdan hadya beramiz, keling. Mana qarang.
Bunisi olchalik qarang, olchalik. Bu yerda ximikat qo'shilmagan. Oilaviy o'tirib ichib, duo qilib qo'ysanglar, Behamat so'klari biz o'zimiz oilaviy yaxshi ko'rib ichganmiz va sizlarga ham tavsiya qildik. Siz ham nima deb qolasiz bularga? Ya suv zo'r, tatib ko'rdi yaxshi. Siz ham tatib ko'ring bemalol. Keyingi manzil qat bo'lishini albatta opisiyalarda yozib ketinglar.